Duetimizni unda e'lon qilsak, hammamiz yaxshi ko'rgan Jasur Mirsagatov va kim bo'lishi mumkin? O'zingiz ishora bersangiz. Endi men bilmayman. O'zingiz o'ylang. Mushtariga nima deysiz? Top, bo'l. Ha, o'sha biz tanigan Jasur Mirsagatov bizning komandamizda. Sahna chiqishim juda ham samarali o'tdi. Kutilmagan holda 4 ta murabbiylarimiz o'girildi. Just kill the man. Put a gun against my chest. Pull my trigger now, he said. O'zimga qaror qildimki, kim birinchi o'girilsa, shu jamoa murabbiyiga boraman deb. Sizni birinchi marta men Mustaqillik bayramida qo'shiq kuylaganingizni eshitganimda men 2001-yil sizga o'sha yerda muxlis bo'lib qolganman. Endi bari o'zimga savol beraman. Bunaqa qo'shiq hech qachon aytolmasang kerak deb o'ylardim. To'g'ri o'ylagan ekanman. Va mana shu loyihada ko'rishib qolganimizdan xursandman, chunki siz bilan abadiy yaqindan tanishish har doim xohlaganman. Rahmat. Rahmat. Yana meni tanladilar-da. Men kutmagandim. Omadingiz bor ekan. Omadni qarang. Birinchi bosqichda juda ham hayajonlangandim va chiqganimda to'g'risini aytsam, hamma ustozlar qayrilishadi deb o'ylamagandim. All I ever wanna is you. I never get to Va mening tanlovim albatta Shohruxxon bo'ldilar. trace all that so true. Siz meni tanlaganingizdan juda ham xursandman. Ovoz loyihasida qatnashish meni orzularimdan biri edi. Kelishimdan oldin hakam a'zolarida siz o'tirganingizni bilganimda rosa ham xursand bo'lib ketib, Xudo xohlasa Shohruxxon menga qarasalar albatta o'sha kishini taniyman degandim. Uyaltirdingiz. Eng kichkina orzungiz amalga oshdi. Bundan buyog'iga endi hamma katta orzularingizga erishib yuring. Mushtariy Begim hamda Jasur Mirsagatov. Bu duet menga juda ham yoqqan qo'shiq. Ishonaman, bu duet ham zo'r chiqadi. Shohruxxonni o'zgacha qanaqadir bir sahna chiqishligi qarashlari bor, nazarlari bor va shu narsani amalga oshirishda bizga yordam beryaptilar. Mani eng shok holatiga keltirgan narsa bu men kichkinaligimda qo'shiqlarini o'sha eshitib yurgan inson bilan hozirgi paytda duetdosh bo'lib tushganimiz bo'ldi. Tayyorlayotgan qo'shig'imiz 70 yillar afsonaviy ashulasi. O'zimizni bor kuchimizni tayinlab, shu ashulaga berilib, juda ham yaxshi sahna chiqishni qilishni harakat qilamiz. Ovozim kuchi va tembrim jihatdan yutib ketishi mumkin deb o'ylayman. Mushtariy Begim va Jasur, marhamat kutib oling. Bu shou qilishi bopleydi-da lekin. Ha, Shohruxxon. Ana shou. Shouni yomon qilasiz. Ana shou. Bu shouning eng muhim qismi. Sizlar bunga jiddiy qaramayapsizlar nimagadir. Bu yuzma-yuz. Nigohlar to'qnashuvi. Menga emas, bular bilan bahslashasiz. Face to face. Chunki bu ring, qarama-qarshilik, beshafqat janglardan yana biri. Davom etamiz. Marhamat.
Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна. Как сын грустит о матери, как сын грустит о матери, грустим о земле, она одна. А звезды тем не менее, а звезды тем не менее, чуть ближе, но все так же холодны. И как в часы затмения, и как в часы затмения, чтоб светы земные видим сны. И снится нам не рокот космодрома, не эта ледяная синева, а снится нам трава, трава у дома, зеленая, зеленая трава. Летим орбитами, путями неизбитыми, прошит метеоритами простор. Оправдан риск и мужество, космическая музыка, вплывает в деловой наш разговор. В какой-то дымке матовой земля в иллюминаторе, вечерняя и ранняя заря. Как сын грустит о матери, как сын грустит о матери, ждет сына мать, а сыновей земля. Не снится нам не рокот космодрома, Не эта ледяная синева, а снится нам трава, трава у дома, зеленая, зеленая трава. и снится нам не рокот космодрома, не эта ледяная синева, а снится нам трава, трава у дома, зеленая, зеленая трава. Земля в иллюминаторе, Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе, земля. O, boshlandi yana Shohruxxon jamoasi, yana kostyumlar, kosmik yetkazib berish xizmatimi bu? Kimdir Marsan Lavash zakaz qilishi mumkin. Fazo delivery. Zo'r, men maza qildim. Rahmat sizlarga. Ustozlardan kelinglar, ixtiyoriy bu gal kim birinchi gapirmoqchi? Anvar aka. Anvar aka birinchi gapirmoqchi, o'zlarining shaxsiy qarorlariga asosan. Marhamat. Man to'g'risini aytsam, bu kosmический kostyumlar chiqqanida nimadir shu vozdux bilan, kosmos bilan hozir jasur I can feel it coming in the air tonight. Oh Lord. Shuni boshlaydimi hozir deb o'yladim, lekin Jubboson. Jubboson o'zlaridan yana. Anvar Jo'rayev, siz ovozdasiz. endi bu Земля в иллюминаторе ham juda ham zo'r qo'shiq, Shedevr. shedevr, ha. Hammamiz qo'shilib aytdik bu ashulani, maza qildik. Rahmat, rahmat. Sizga rahmat. Kostyumlar ham как всегда на высшем уровне. Shohda. Shoh endi shoudan действительно bu birinchi o'rin, без сомнений. Rahmat. Anvar Jo'rayev finalgacha hammaga birinchi o'rin tarqataverishlari mumkin, lekin finalda ko'rasizlar. Birinchi o'rin uchun ancha jang qiladigan odam. No, hozirgi fikrlaringiz uchun katta rahmat. Olqishlab qo'yamiz. Anvar Jo'rayev. Farruh Zokirov, keling Farruh Karimov, siz bilan davom etamiz, marhamat. Shohrux aytganidek, o'sha tarixni eslab, hozir juda maza qilib o'tirib, tomosha qilib, eshitib, o'sha davrdagi shedevrlardan biri, ijro ham juda ham zo'r bo'ldi. Nima deyish mumkin? Ofaring. Ofaring.
Shunaqangi tushunib turibman hozir Shahrukh. Voh, tanlash nima bo'larkan? Tanlash nima bo'larkan? Omad yor bo'lsin sizga avvalambor. Rahmat. Katta rahmat sizga Farruh Zokirov, olqishlab qo'yamiz. Va Nasiba Abdullayeva, marhamat. Shohruxxon bizni hammamizni hayratlantirishda davom etyaptilar. Nomerdan Bunga nomerga sahna ko'rinishini chempioni bo'lib kelyaptilar. Sizga ham Shohruxxon ozgina maqtanishga harakat qilayotgandek tuyulyaptilar. Yomon maqtanyaptilar lekin. Mana shu qo'shiqlar orqali, duetlar orqali yomon maqtanyaptilar. Lekin o'shanga arziydigan ish ham qilganlari ko'rinyapti. Jasurni yaxshi bilamiz. Lekin qizimiz bilan chiroyli uyg'unlashtiribsiz. Ikkalalarini duet bo'lishini siz o'zingiz qaror qildingizmi yo o'zlari tanlashdimi? Juftashi. Bizani katta ijodiy guruhimiz bor. Hammamiz maslahatlashgan holda. Shunaqa. Lekin yaxshi chiroyli duet bo'pti. Ham qo'shiq yoshligimizga qaytardi. Rostini aytsam, bu qo'shiqni yoshligimda unaqa qiziqib eshitmasdim. Radioda, televideniyada hamma yoqda bo'lardi bu qo'shiq. O'zi xuddi bir hayotimizning fonidek bir narsa edi. Ajralmas. Unaqa hech qiziqib eshitganimni eslay olmayman, lekin bugun boshqacha ta'sir qildi. Chunki o'sha yillarga qaytardi. Yana bitta gapni aytishim kerak. Eng boshidan orkestrimizni fanatiman. Hammalarini alohida va hammalarini birgalikda sevaman. Yashang. Akkompaniment endi bomba bo'ldi-da, rostini aytsam. O'ylaymanki, ijrochilarimiz men bilan rozilashadilar, chunki akkompaniment juda ham qo'llab-quvvatladi va kerakli atmosferani chiqarib bera oldinglar. Charchamanglar, salomat bo'linglar. Xudo quvvat bersin, Xudo quvvat bersin. Rahmat sizga. Ana endi biz jamoa ustoziga yuzlanamiz. Kim bugun shouda ishtirokini davom etadi, kim esa kostyumlarni yig'ib, olib borib topshirib, pasportini qaytarib oladi. Shohruxxon, marhamat. Bu o'zi kosmический love story bo'ldi bizada. Kosmический love story. Kosmический love story. Klass. O'sha butun koinotda aylanib kelib, yerga kelib, o'zining taassurotlarini aytib berishdi bular hozir. O'sha yerni sog'inganini, o'zini vatanini qanchalik sog'inganini ifodalab berishdi. Agar maqsad shu bo'lgan bo'lsa, amalga oshirdingiz juda ham yuqori darajada amalga oshirdingiz. Endi bunaqa sharoitda jang bo'lishi qiyin Qanaqa masala. jang bo'lmadi? Jang bo'lmaydi bunaqa. Men bir ko'rganda aytdim, bu kosmический love story bo'lsa kerak dedim. Vatanni sog'ingan bo'lsa, sevgi, kosmik bir-biriga sevgi. shu gaplarni gapirayotgan bo'lsa, qanaqa jang bo'lishi? Yo'q, jang yo'q. Doston, sevgi dostoni. Do'stlik, muhabbat, mehr. Bizning guruhimiz oti o'zi do'stlik guruhi. Xo'sh, do'stlik guruhidan kimni chiqarib yuborasiz? Endi men umid qilamanki ustozlar Shohruh aka, bu yoqqa qarab gapiring, ko'zlariga qarab. Shu ko'zlariga qara olmayapti-da. Qiynamangsiz ham. orqasiga o'tasaman mayli. Yo'q, ko'zlariga qarab. Umid qilamanki ustozlarimiz bizani qo'llab-quvvatlaydi degan umiddaman. Kimdir qutqarib olsin demoqchimisiz shunda? Qutqaradigan bitta ustozimiz bor. Bittagina faqat Farruh Karimov qoldilar. Ha, Kesatmasdan to'g'ri o'zlariga aytsangiz bo'ladi, joyingizda o'tiribdir. mana mushtariy bizani guruhimizni quyoshida. Yoqmay ketsin deb. Jasur kim guruhingizda? Hali biza O'ylab ham ko'rmamiz. deydi, topa olmadik. Elektrostansiya. Elektrostansiya. Men kechirim so'rayman. Ming bor kechirim so'rayman. Jasur akani qoldirmoqchi. Demak, Jasur sizni tabriklaymiz. Siz ovozda ishtirokingizda davom etasiz. Rahmat sizga. Bu yoqda, shlem albatta. Shlem qolmasin. Oling. Bu yoqdan. Pasport ololmaysiz bo'lmasam. Keling, mushtariy begim, siz bilan birga turamiz. Mana endi siz bilan umidimiz Farruh Karimovichdan. Bu esa siz so'zlaringizni aytayotgan vaqtda amalga oshishi mumkin. Ungacha marhamat, bemalol gaplaringiz bo'lsa gapirib olishingiz mumkin. Kechirasizlar. Men chidamayman. Bor! Tabriklaymiz mushtariy begim, siz ovozdasiz va siz ishtirokingizni Farruh Karimov jamoalarida davom ettirasiz. Marhamat, gapirishga hojat yo'q. Bravo.
Bo'ldi, gap hojati yo'q. Ana endi kostyumlarni Shohruxxon o'zlari olib topshirdilar. Krasavit. Olqishlab qo'yamiz. Omad tilayman. Omad tilaymiz. Buyur bola, победа, buyur bola. Rahmat. Молодец. Demak, Quyosh shouda bor, faqat endi boshqa jamoada. Abayashki. Shohrux aka, Quyoshingizni skafandrga olib ketdi. To'g'ri, menga beravering uni. Menga tegishli bu. Farruh aka, endi bu sizni grimyorkangizda turadi. Aha. Ayt. Kartondan ekan sinib ketadi. Ha, kartondan men rostakasimmi? Rostakasimmi? Mushtariy begim hamma narsasi bilan Farruh Karimov jamoasida.